Efirda yangiliklar. Aziz do'stlar, ko'pchiligingiz bu tun uyg'onib ketgandirsiz. Bo'lmasamchi, butun shahar larzaga keldi-ku axir. Buni sababi Snowfield janubida sodir bo'lgan kuchli portlash edi. Uni markazi sahrodagi gaz inshootiga to'g'ri keldi. Bugun ertalab politsiya shu haqda xabar berdi. Portlash sabablarini aniqlash uchun sahroga boradigan barcha yo'llarda blokpostlar o'rnatildi. Havo hududi esa fuqarolar qatnashi uchun yopib qo'yildi. Demak, bu boshlanganini bildirish uchun. Nazarimda, keyingi 7 kun ko'ngilni aynitar darajada qiziqarli bo'lishi aniq. Yetolmaysizmi? Bu atrofda arzon mehmonxona bormi? Seni oldin bu yerda ko'rmaganman. Sayyohmisan? Ha, shunaqa. Yaponiyadan kelganman. Voy, zo'r-ku. Ajoyib joylardan kelib qopsandi, ha? Mana adaman bir safar sizlar tomonga uchgandi. Allaqanaqa Kidslanddan bir talay sovg'alar olib kelgandi. Hozir ham uyda saqlab qo'yibdi. Aytgancha, u joyda qaysi shahardan eding? Haligi g'alati. Rostdan ham qaysi shahar edi? Eslolmayapsanmi? Ha, ba'zida qayerda tug'ilganini ham unutib qo'yadi odam. Aytgancha, qo'lingdagi tatu zo'r ekan. Yo'q, unaqa emas. Sanjo Ayaka. Muqaddas Gral jangi ishtirokchisi bo'l. Sanjo Ayaka. Yana shular. Jin ursin, yana uchib kelishyapti, la'natlar. Ertalabdan beri hamma xaridorlarni qo'rqitishyapti. Biror narsa bo'ldimi? Kechasi sahroda gaz quvurimi yoki gaz ombori portlab ketibdi. Hokimiyat darhol hamma yo'lni o'rab oldi. Odamlarga xavfliymish. Bu Tamg'ami? Direktor Falday. Bu o'zi kim? To'g'risini aytsam, juda qiziq savol. Uni sehrgarchisi bo'ladimi? U hatto o'zini sehrini ham bekitmayapti. Nima u bizani chalg'itmoqchimi? Lekin kuzatayotganimizni bilmayapti. Umid qilamanki, bizga xalaqit bermaydi. Xo'sh, sahrodagi vaziyat qanaqa? Biror narsa aniqladinglarmi? Hozircha yo'q. Faqatgina uyquga ketgan barcha familiarlarimizda g'alati dog'lar paydo bo'lganini aniqladik. Kriminalistlarning fikricha, bu qanaqadir kasallik yoki la'nat. Biz yanglishmaymiz. Agar buni orqasida Gral jamoasi kuchlaridan biri turgan bo'lsa-chi? Flat Escardos, Tinchalik va Kumush Bora yoki Ximera. Hozircha biz 4 ta chaqiruvchilarni, jumladan politsiya boshlig'ini ham aniqladik. To'g'rirog'i 3 kishi va 1 hayvon. Biz chaqiruvchilikka nomzod Jester Kartulini ham tekshirdik. U qahramon ruhini chaqirishga muvaffaq bo'lganiga ishoralar bor edi. Biroq uning ustaxonasida faqat skeletlar topildi. O'zi tirikmi yo'qmi noma'lum. Kuroko juftigiga kelsak, ular urushda qatnashdan bosh tortishdi. Bu o'z-o'zidan bema'ni tuyuladi. Bu er-xotinlar esa bunday imkoniyatni hech qachon qo'ldan boy berishmaydi. Jin ursin, boshim aylanib ketyapti. Bu jumboqni qanday tushunishim mumkin-a? Mayli, uni ro'yxatga kiriting va 2-darajali xavf toifasini bering. Politsiya boshlig'iga nimadir aytaymi? Hozircha yo'q. Vaqti kelganda politsiya boshlig'iga hammasi haqida o'zim xabar beraman. U meni ahvolimni tushunishi kerak.
Urushni odamlardan yashirish oson ish emas. O'ylab ko'ring. AQSh o'z urushini o'tkazmoqchi bo'lgan davrga yetib keldi. To'g'risini aytsam, hali nimanidir noto'g'ri tushunganmiz deb umid qilaman. Lord El Melloy ikkinchi. Ta'ziyamni qabul qiling, janob Langer. Tushunishimcha hammasi Qoldi aybi. U o'zini xizmatkorim qilib ko'rsatdi. Mani laqillatda yaramas. to'g'ri, lekin sehrgarlar orasida xiyonat odatiy hol. Xizmatkor qutursa orqangdan pichoq urish orzu qilishi boshlaydi. Ha, gapingiz to'g'ri. Qani, asosiy masalaga qaytaylik. Sizningcha, AQSh nima maqsadda Gral uchun urush o'tkazmoqchi? Agar shunchaki Gralni qo'lga kiritmoqchi bo'lsa, buni oshkora e'lon qilishni nima keragi bor edi? Nima deysiz? Soat minorasi faxri bu haqda nima deb o'ylayotganini bilishni juda ham istayman. Menimcha bu urush orqasida qanaqadir fitnalar bo'layotganga o'xshaydi. Va unda ikkita guruh ishtirok etyapti. Bittasi marosimni yashirishga, boshqasi bo'lsa uni oshkor qilishga urinyapti. Bu AQSh sehrgarlari orasida bo'linish borligini anglatadimi? Ularning orasida shunaqa tashkilot bor. Ular uchun Graal maqsad emas, balki yo'ldagi bir bosqich xolos. Yana bitta taxmin bor. Ehtimol AQShda urushni muntazam o'tkazishmoqchidir. Lekin buning uchun avval uni samarali formulasini topish kerak. Ajablanmayapman. Agar amerikaliklar Snowfieldda iloji boricha ko'proq sehrgarlarni to'plashga urinayotgan bo'lsa, ehtimol ular shu yo'l bilan Graal urushini ochishga umid qilishayotgandir. Bemanili. Begonalarga shunchalik ishonish mumkinmi? Axir bu uchinchi sehrgarlik bilan bevosita bog'liq mo'jiza-ku. Qo'shilaman. Bizaga o'xshagan sehrgarlarning aqliga sig'maydi bu. Axir hammamiz yakka holda ildizga yetishishga harakat qilamiz. Lekin shuni esdan chiqarmaslik kerak, janob Langer. Sir-asrorga qo'l urganlarning hammasi ham bir xil maqsadga intilmaydi. Lord El Melloy ikkinchi. Sizning tilingizda bu so'zlar yanada ishonchli eshitilyapti. Afsuski, meni ham xizmatkorim bilan munosabatim yaxshi emas. Lekin baribir aniq xulosalar chiqarish uchun bizda ma'lumotlar yetarli emas. Falday. Amerika urushida Saber darajasi bo'lmasligini aytgan edi. Xo'sh, shunisi aniqki, AQSh hamma narsada qoidalardan chetga chiqyapti. Ochig'i, ular bu urushni umuman o'tkazish xohlamayotganiga ham ishonchim komil emas. Meni bitta taxminim bor. To'g'rirog'i bitta narsani sezyapman. Ayniqsa men uchun u nafaqat yoqimsiz, balki g'azabimni ham qo'zg'aydi. Lekin ich-ichimdan his qilyapman. Kimdir go'yo Graal urushini tomoshaga aylantirishga urinyapti. Mana xarita. Unda bir nechta variantlarni belgiladim. Lekin senga yoqishiga kafolat bera olmayman. Katta rahmat. Haligi Ha? mabodo ularni birontasida lift bormi? Lift deysanmi? Lekin bu yerdagi materiallar juda ham oddiy. Yo'q, hech qisi yo'q. Yordamingiz uchun katta rahmat. To'xta, shoshma. Hammasi tushunarli, lekin pul juda ko'p-ku. Hech qisi yo'q. O'zim baribir hammasini sarflamas edim. Qo'lga tushding. Salom og'ayni, xayrli to'y. Balkim senga eng yangi va aniq soatni yuborarman. Ishini qil, Kaster. Endi eshit. Amerikaga birinchi bor kelishim. Hech bo'lsa biror mahalliy taomni tavsiya qil. Narxi qancha bo'lishini farqi yo'q. Baribir to'lovni man qilmayman-ku. Kechagi voqea uchun uzr. Ayni paytida qo'ng'iroq qilding.
Menda savol paydo bo'ldi. Sahroda nima bo'ldi? Nima demoqchisan? Kechasi nimadir yuz berdimi, ha? Sendan qanaqadir boshqacha fikr eshitishga umid qilganman, ahmoq. Endi menga qaytib qo'ng'iroq qilmagin. Kerak bo'lsang o'zim senga bog'lanaman. Hoy, to'xta qani. Ne jahling chiqyapti? Nahotki kichkintoy Francheska bilan ham shunday yomon munosabatda bo'lsang? Og'ayni. Nima? To'xta, boshqacha tushuntiring. Ehtimol anavi mushqi Falde haqida so'rasam yaxshiroq bo'lar. Yoki yapon do'stlaring, Kurokalar haqida gaplashib o'tiramizmi? Ularni qayerdan bilasan? Voy, xavotir olma. Men seni 5 sezginga bog'lanib olmadim. Zamonangizda qancha qulayliklar bor ekan. Telefon va interneting bo'lsa bas. Hatto kichkina xonada turib ham istagan joyga kirib olishing mumkin. Xayolparastlik bilanmi? Xizmatkor bo'lganim uchun zamonaviy gadjetlardan foydalana olmaydi deb o'ylaganmiding? Xohlaysanmi yana hayron qoldiraman? Kel hozir trubkani olib, qiyinchilikni raqamini tering. Qo'l ostidagilaringni erkatoyi va politsiya boshlig'i janob Arlan Noriyev. Francheska va Falde degan shubhali nusxalar bilan yaxshi do'st tutinganingni aytib bersam, a? Hozirgi urushni uyushtirgan va yo'naltirayotganlar bilan. Bir to'da josuslarni yuborgan sehrgarlar bilan. Bas qil. Nima deyotganingni o'yla. Yetib qo'yishimdan qo'rqyapsanmi, og'ayni? Tushunarli. Axir buni sehr va texnik yo'l bilan qilsa ham bo'ladi-da. Agar jim bo'lishni istamasam, ahvoling chatoq bo'lardi. Seni tushundim. Kechirim so'rashimga ruxsat ber. Menimcha seni juda ham past baholavordim. Kaster, Senga nima bo'ldi o'zi? Ko'nglim ayniyapti. men shunchaki qobiliyatingni tan oldim xolos. Faqat shuni unutmagin, agar gapingni davom ettirmoqchi bo'lsang, unga nima deb javob berishni men bilaman. Yo'q, buyruq sehri bilan jim qilar ekansan-de. Keskin usul. Lekin unutma, ular sanda atigi uchta. Mana esa ancha arzonroq usul bilan jim qilsa bo'ladi. Xo'sh, nima xohlaysan? Boshdaroq etdim-ku. Mani mazali ovqat bilan siylaganing ma'qul. Hech narsa meni og'zimni ovqatchalik yaxshi berkita olmaydi. Gral uchun urushda ishtirok et. Sanjo Ayaka. Qochmoqchi bo'lsang, la'natam seni aganmaydi. Tanangni yeb qo'yadi. Bu nima? Agar shu yo'sinda yashiringan bo'lsang, meni tentak deb o'ylagan bo'lsang kerak. Qo'lingdagi buyruq sehr emas. Snowfieldga nima maqsadda kelding? Bilmayman. Oq libosli ayol bor edi, shu uchun men bu yerga keldim. Tushunarli. Aynus baronlarning qo'g'irchoq ayoli bechora sehrgarni ayamabdi-da. Seni qurbonli piyoda siqib jahannamga tashlashibdi. Men umuman sehrgar emasman. Kechirasan-u, lekin men bilan biroz vaqt o'tkazishingga to'g'ri keladi. Ilojim qancha, buyurtmachim tomoshalarni yaxshi ko'radi. Nima? Qo'rqma, kichkina bitta tajriba o'tkazamiz. Avval xizmatkorni chaqiraman. Aylana stol ritsarlari qiroli haqidagi afsonalarda madh etilgan ulug' qahramonni. Keyin unga imkon qadar sodda va tushunarli buyruq beraman. Ko'ramiz, u seni itoat qilib o'ldira olarmikan. Unsurlar kumush va temir, poydevor tosh va ahdlarning buyuk knyazi. Yo'qolib borayotgan shamol oldida devor qanday ekan? Oltin tochdan huzurimga kel. Uni la'natim. Saltanat yerlarda qayta tug'ilmoq uchun. Agar ikkinchisi bo'lsa, u bundan tinchlik toparmikan? Yo'q. Men o'lishni xohlamayman. Nima? Tarix qaridan javob ber. Ey Ravenna himoyachisi. Son G'alati. Nima bo'ldi?
Qanday? Nega u bu yerda? Menga aytchi, sanam Gralni qidirib kelgan sehrgarlardanmisan? Yo'q. Men faqat Yo Xudoyim, endi nima qilasan? Qani aytchi, Aldrichan. Ko'zlaringni ochib ulgurmasindan, kech bo'ldi. Mana bu haqiqiy dramatik sahna. Tushunmadim. U kim bo'ldi? Bu qilich. Ana xolos. O'zimni qandoq g'aroyib vaziyatda ko'raman. Afsus, hech kim salomlashmaydi-ham. Tushunarli. Bu qiyofa va bu kuch oqimi. Balki sen tog'li chol bilan aloqang bo'lsa kerak. Ajoyib. Lokslidan chaqqaroq odamni birinchi marta ko'rishim. G'oyib bo'ldimi? Nahotki seni u bilan taqqoslaganim yoqmagan bo'lsa, shunda bo'lsa ham mahoratingni ajoyib namoyish qilding. Excalibur! La'nati. U mendan qochib qutuldi. Xo'y, eshit. Sen meni chaqiruvchimmisan? Yo'q. Nima? Yetar endi. Endi seni kuyinga boshqa o'ynamayman. Iltimos, meni tinch qo'y. Qimirlamaylar. Qo'llarni boshga qo'yib, yerga yoting. Siz noqonuniy kirish va terrorizmda gumon qilinib hibsga olindingiz. Voqea joyidan to'g'ridan-to'g'ri reportaj olib bormoqdaman. Opera binosi 50 yildan ortiq vaqt san'at muxlislarini quvontirgan edi. Biroq bugun nimadir uni qulab tushishiga sabab bo'ldi. Bir daqiqa, politsiya kimnidir kishallab olib kelyapti. Salom. Chamasi, ular aybdorlarni qo'lga olishgan. Portlash. Chaqirilgan Sayberning aybi bilan sodir bo'lganini to'g'ri tushundimmi? Ha. Nimalar deyapsiz? Rostmi? Qurol yaroqli odam. Yaxshi, unda bo'lsa, ta'mirlash paytidagi yong'in deb e'lon qilamiz. Nima? Menga quloq soling, aziz xaloyiq. Sizlardan uzr so'ramoqchiman. Zero, nodonligim tufayli doston va qo'shiqlar maskani vayron bo'ldi. Bu qilmishim uchun aybdorman. U yelkamga og'ir gunoh bo'lib tushdi. Men bahona izlamayman. Yo'q! O'rniga sizga so'z beraman. Ritsarligimni buyuk poydevori bo'lmuş Artur Pendragon nomi bilan qasam ichaman. Vatanimning ulug' jangchilari sharafiga ont ichaman. Men keltirgan vayronagarchiliklar uchun qanchaga tushmasa sizlarga yaxshilik bilan javob beraman. Endi bu voqeani shunchaki yopib bo'lmaydi. Juda qiziq. Bu ham rejangizni bir qismi edimi? Francheska san? Yo Xudoyim, bunisi zo'r bo'ldi-ku. Bunaqasini sirayam kutmagandim. Yana. Kulaverganimdan oshqozonim yorilib ketadi-vatda. Gral jangi tomoshasini juda ko'p ko'rganman. Lekin hibsga olingan xizmatkorni hali ko'rmagandim. Xuddi mana shunday onlar tufayli
Men hayotdan aslo toymayman. E'tiboringiz uchun rahmat. Har biringizni hayotingiz faqat ezgu qo'shiqlar bilan to'lsin. Play Market va App Store'dagi Anibla.uz ilovasi uchun o'zbek tiliga o'girildi. Ovoz berishda ishtirok etganlar: Azikbo, Kaponi, Yamichan va Jix. Rejissyor Natsu, tarjimon Ager va taymin ustasi Sado. Oxirida ham bor. Tushunmadim. Gapimni eshitayapsanmi, Ganza? Xotirjam bo'ling. Har bir so'zingizni qulog'imga sirg'adek osib olaman. Muhtaram ota. Lekin bunaqa qilish mumkin emas. Otagina, siz dushmanni yo'q qilish uchun menga Xudoning irodasini yetkazishingiz kerak. Dushmanni yengish uchun ko'rsatma bering. Senga aytdim-ku, bu safar bizani vazifamiz jallodlik emas. Cherkov sani muqaddas gral jangiga nazoratchi qilib